Hay qizlar, magrimimning javobchangisini pek chiqinglar so'rab dekansizlar. Shu bugun mushu kirimning javobchangisini olib keldim. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Yana shu, men kasbiy kirimchik emas. O'zinglar foydali taraflarini olib qolsanglar bo'ldi. Oldi bilan qishimni qirib oldim. Undan keyin shu mayton sap, andan shuyrulan suyga lekin men u burtumni qirishni unutib qoldim. Qaranglar, qattiq to'g'ri tushuninglar. Andan joy shaqildim. Undan keyin yana shu chiparaninki findiyesni, ziran sosini ishlatdim. Andan mayni shu tekshi suyib olgandan keyin mau finding buni oldin qatimizlar tavsiya qilgan. Izchil mush findingni ishlatib o'taman. Mush findingni suyib oldim. Undan keyin qishimni sizib oldim. Qishimning shu oldi tarafini yashtoq yeshing meyalat sizib oldim. Andan keyinni qap-qora qilib shu qishimning o'z shakli bo'yicha ham sizdim. Azroq masalan tiyomay qilib sizsaqmi chiroyli chiqadi ekan, chiqib magrimda shu qiynoq sizsaq chiroyli chiqadi ekan. Andan qishni qiynoq sizib olgandan keyin andan ilqi joy shaqov bilan qishimning atrofini pokiz qilib oldim. Üst tarafini, ast tarafini degandek. Endi yeying sizdim. Ma yeying panni men chiqdim tavsiya qilgan sizlarga. A kunki kirimdim, shu yeying panni ishlatgandim. Avval shu atrangdamdiq. Shu asli fusa dikranda avval bir suyib olgandan keyin andan eng sos shu tsungsa ishqilib mush rangni ishlatdim. Undan keyin men susni ishlatib bo'lgandan keyin andan keyin sal qiyinroqni ishlatdim. Azroq qiyinroq tsungsa ishlatdim. Hisobda shu hamda mushta bir-birlab ilqirangni qiyinlashtirdim-da hamda. Biroq qiyinroq ishlataytsam, ilqi bir xil tekshi chiqmaydi ekan. Shuningga mushtaqil. Yana o'xshash shu rangni ko'zimning ostiga suyib oldim. Andan men eng qiynaq tsungsa bilan mayayin pan ishlatib baqalar bo'ldi. Eng qiynaq tsungsa bilan yana men ko'zimga yaqinroq tarafini, qapqimning ko'zimga yaqinroq tarafini mushni yana qiynaq suyib oldim. Andan ko'zimning ostini qiynaqroq chiqsa kerak deydiganlar yana mushunda ko'zimning osti tarafiga, quyruq tarafiga yana qiynaq suyib olsanglar bo'ldi. Andan yana mush yayin panning men bu farqroq bling-blingisini surkib oldim. Kichkina biriktirib suksanglar bo'ldi yoki ayrim birini suksanglar bo'ldi, ishqib farq qilsa bo'ldi. Andan keyin men yana eng qiynaq tsungsa bilan mush cho'tkada ko'zimga mushta surkib oldim. Hisobda ilqi shendek qilib, tussiziq qilib surkib oldim. Andan men ko'zimni jonliq bo'lsin deb qash qalam bilan qaritib oldim. Andan yanshanbi. Men yanshanbi tugab qopdi ajib chapatat ketdim men sukugicha. Ish qilib mush yanshanbi suksam bek tamtirayman. Ikkisi o'xshash chiqmay qolamki deb. Yanshanbini chiqib yaxsiz olsanglar, qancha chiqsanglar bo'ldi. Ish qilib men yanshanbirim tugab qopdi ekan, shunga mushta susroq bo'lib qoldi. Andan kirpikimni egib olgandan keyin lak surkib oldim. Lak surkib ana ustiga mushu jajemoni, bu jajemoni men tavsiya qilib baqqan. Mush jajemoni chaplab oldim. Men u shu rangni men tatishni unutib qopdim. Lekin shu rangni shu o'xshash, balki buncha qizlar qila oladi. Ash bayamqi yayin pan bilan shu rang qildim. Shu rangga olan ishlatmadim. Yayin pan bilan shu rang qildim. Andan men gavgwangni shu burnimga degandek surkib olib, andan men ko'zimning yenja avrimni mushta paqir to'g'il amraqandim men. Bak liti chiqirdim masalan men qashni osti degandek. Chiqib yaxshi ko'rdik emaslar, mushta qilsanglar bo'ldi. Andan men burnimning shu rangsi shu bayam degandek. Shuna bo'ldi-da, tatishni unutib qopdim. Andan men bu mangzimga shu, ya'ni shu yayin pandilar azroq mushta tsungsa mayil mushta shu rang qilib oldim. Men chiq shu rang qilishni uqmayman raskan qilsam. Chiqmishda trapdo mushta qilib qo'ymayman de. Emdikisi men u chunshanbi. Endi men fangjuangda arasla mushu chunshanbi bak muhim o'rinda turam deb deyman men. Chiqib odatdagidan sal qiynaqroq qildik emas. Shuni mushu qiynaq rang tanladim. Men chunshanbini men tavsiya qilib baqqan. Yaxshi ko'rganlar evasanglar bo'ldi. Ish qilib hamma rang bor. Andan mushuni eng qiynaqini tanlab, mushta qiynaq qilib suyib oldim. Chunshanbini. Ish qilib qancha qiynaq bo'lsa shuncha yaxshi. Undan keyin men u chiparaning chummisi 6-numar. Buni men tavsiya qilib baqqan. Mush 6-numurni suyib oldim. O'ttirig'ida hisobda masalan boshqa girimlarda ilqi chunshanbini ustiga suyib o'tmaydi, lekin men girimda hamdi atrofiga chiqilmay mush o'ttirig'lar mushni suyib oldim. Shunda parqirab, shunda chiroyli turdi ekan. Undan keyin shu men eng boshqa qiyinchilik bo'lgan chash masalasida hamdi. Chechimni kesib yotgan bilasizlar. Chechim chiqib ketganlik uchun andan keyin jajash taqaymanda albatta. Shu kun taqib oldim jajash, andan jajash bilan o'xshash chiqsin deb chechimni large qilib oldim. Large qilib olgandan keyin mush jajashni taqib oldim. Chechimning ust tarafini bo'g'ib, andan keyin ostiga mush jajashni taqib, andan keyin ustiga chechimni qo'yib berdim. Chiqib shunda o'zimnikidek mushta tabiiy turdi ekan. Bumi serqarvamda bor. Ish qilib mush girimda ishlatgan hamma narsam serqarvamda bor. Bu yerdan o'zinglar keraklarni avasanglar bo'ldi. Andan keyin chiroqni kyoan qildim. Andan keyin filmidani yandadi. Andan mush do'yinning ustida bor xunshu tishoni ishlatdim. Oxirida mush shougo. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Xo'sh. De sentar, pode sentar.